Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning, o'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Hey yo, hammaga salom, siz bilan oilaviy kanal Rizif Movies. Bugun biz yana bir dahshatli Underground Monster, ya'ni metro maxluqi nomli filmni qisqacha sharhlab beramiz. Kinoni boshlashdan oldin 100 ming obunachi orzumizga erishish uchun mehnatimizni qadrlab videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Aytgancha filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Ishchilar metro stansiyasi qurilishi paytida yer tagidan bir g'or topishadi. Xuddi u yerda kimdir osh pishirayotgandek chopqillab ichkariga kirishadi. Ichkarida esa ular axlat tog'lariga duch kelishadi. Atrofga qiziqib qarashayotgan chog'larda hech bir ulkan o'rgimchaklar va sirli chambarakdek tayoqni payqamay qolishadi. G'orning orqa tarafida ulkan bir to'pni topishadi. Bu albatta tuxum edi, lekin ular uni qimmatbaho tosh deb o'ylashadi. Shu payt birdaniga orqadan kimdir "Qanaqa tosh bu?" deb so'raydi. Bu ularning boshliqlari bo'lib, ishning nega to'xtab qolganini ko'rgani kelgan ekan. Tuxumni ko'rgan boshliq "Olib chiqamiz, sotamiz, boyib ketamiz" deb aytadi. Bu orada Qi Dong ismli ishchi yolg'iz ketib qoladi. U bir g'alati shilimshiq moddani bosib yuboradi va chirog'i zamenkani qila boshlaydi. Chiroqni tuzatmoqchi bo'ladi, lekin bu orada bir maxluq uyg'onib ketganini bilmaydi. Axlat orqasidan ulkan, g'azablangan maxluq chiqadi. Qi Dong qichqirib guruh oldiga yuguradi. "Qochinglar!" deb ogohlantiradi. Lekin endi kech edi. Maxluq ulardan birini olib ketadi. Qolganlari esa chichib yo'g'e qochib ketishadi. Maxluq Qi Dongning akasini ham ushlaydi. Qi Dong u yerda turib yig'laydi. Boshqalar esa uni olib chiqishadi. Nihoyat ular g'ordan chiqib ketishadi. Ortda esa maxluq kirish joyini yopib qo'yadi. Yuqorida qurilish maydonchasi yaqinida Hechi va o'g'li Qiyo Ji antiqa narsa yig'ib yurishayotgan edilar. Shu payt bir yuk mashinasi sal qoladi ularni bosib ketishiga. Lekin mashinadan bir qut tushib qoladi. Ichida o'sha tuxum bor edi. "Sotamiz, to'y qilamiz" deb Hechi uni mashinasiga soladi. Qiyo Ji esa qulog'ini tuxumga qo'yadi. Ichida nimadir qimirlab turganini eshitadi. Ammo otasi "Boshqa multfilm ko'rma" deb e'tibor bermaydi. Uyga qaytib kelishganida Hechi o'zining eng dahshatli dushmani eski xotinini ko'radi. U ularning o'g'lini boshqa viloyatga olib ketmoqchi. U boy eri va sovg'alar bilan kelgan. "Menimcha u axlat yig'ishdan ko'ra fermada ishlashi kerak", deydi boy eri va Hechi bunga chidolmay mush tushiradi. Ular mushlashadi. Lina ularni to'xtatmoqchi bo'ladi, ammo foydasi bo'lmaydi. Jang tugagandan keyin Lina o'g'lini olib ketadi. O'sha tun Hechining otasi Jan Kai TV ko'rayotganda o'g'lining yaralariga spirt surmoqda. Televizorda bir jurnalist qurilish maydonidagi g'oyib bo'lgan ishchilar haqida gapirmoqda. Lekin signal uzilib qoladi. Tashqarida itlar yuk mashinasi atrofida jahl bilan aylana boshlashadi. Sababi ulkan tuxum ichidagi narsa chiqmoqda. Hamma hayvonlar esa aqldan ozmoqda. It vovullaydi. Uy egasi uyga kimdir kirgan bo'lishi mumkin deb o'ylaydi va tashqariga chiqadi. Yuk mashinasining qaltirayotganini, undan g'alati shilimshiq oqayotganini ko'radi. Ichkariga qarab maxluqni ko'radi. Jang Hai dahshatga tushib darhol ichkariga yuguradi. Hechi bilan tashqariga qaytib chiqishadi, lekin yuk mashinasi yo'q edi. Keyin daraxtda uni maxluq ushlab turganini ko'rishadi. Maxluq odamni ko'rib yuk mashinasining ichiga qaytib sho'ng'iydi va u yerga tushib ketadi va u odamlarga hujum qiladi. Ular bo'lsa uyga kirib olishadi. Hechi qo'rqib ketganidan deyarli otasini eshik tashqarisida qoldiradi. Shu payt Lina bolani olib qaytib keladi. Ammo xuddi shu paytda Qiyoji maxluq qo'liga tushadi. Onasi bolasini tortadi, lekin maxluq qo'yib yubormaydi. Hechi pichoq bilan kelib maxluq qo'llarini kesib tashlaydi. Keyin hammalari birga benzin sepib, yirtqichni yoqib yuborishadi. Maxluq dod solib yonib ketadi. Hechi esa ichidan "Pul topish imkoni ham kuyib ketdi-da" deb o'ylaydi. Keyin ular uyga kelishadi. Hechi bu narsa qayerdan keldi deb o'ylayotgan edi. Qiyoji u tuxumdan chiqqan deb aytadi. Shu payt Liren, ya'ni Linani ikkinchi eri keladi.
hamma joy tinchligini ko'rib, Linaga jahl qilib arzimagan gapga uchrashuvimni buzding deb aytadi. Lekin birdan yer larzaga keladi. Yana bir ancha yirik maxluq kelib, uyni ezishni boshlaydi. Qo'llari tomni sindiradi. Derazalardan kirishga urinishadi. Hamma vahmiga tushadi. Liren hammani tashlab qochib ketadi. Monster uni odamlarni bir zarbada sochib yuboradi va Lirenni ham bir kuzatadi-da, uni ham urib yuboradi. Jang Hai yiqiladi. Hechi uni qutqarishga yuguradi. Lekin shu payt maxluq Hyo Jeni olib yer tagiga cho'ng'iydi. Ular yugurib borishadi, lekin yer yana yopilgan edi. Bechora ona karaxt bo'lib, bir joydan qimirlamay turardi. Hechi yerni qo'llari bilan kavlaydi. Oxiri Lina unga tarsaki tushirib o'ziga keltiradi. TVda maxluq haqida gaplar davom etadi. Lina jahl bilan uni o'chiradi. Shu payt dengiz biologiyasi professori Loa Jia va yordamchisi Ahley kirib kelishadi. Buncha ismlarni aytish qiyin. Biz bu maxluqni kuzatib yuruvdik deyshadi va hayajon bilan savollar yog'dira boshlashadi. Professor esa tasodifan Jang Haining eski do'sti bo'lib chiqadi. Lao Jia maxluqni ko'zdan kechirib, ular g'or jonzotining bolasini o'ldirib qo'yishganini tushuntiradi. Shuning uchun ham bu maxluq tuxumni izlab kelganida Hyo Jiani o'z bolasiga o'xshatadi. Bu degani Hyo Jie hali ham tirik bo'lishi mumkin. Hyo Jie axlatli g'or ichida uyg'onadi. Uning ustiga ulkan o'rgimchak qulab tushiga bir bahya qoladi. U darrov itarib yuboradi va ota-onasini chaqira boshlaydi. Biroq javob o'rniga boshi ustidan sirli hasharotlar to'dasi uchib o'tadi. Shunda birdan maxluq ko'rinadi va Hyo Jie qo'rqib chekinadi. Ammo maxluq yuzdagi tashqi qobiqni ochib, iljayganini ko'rsatadi. U hatto bolani tirishlantirish uchun yalaydi. Hyo Jiega bu yoqimsizligi sababli u yana qo'rqiydi va maxluq bu holatga norozi bo'lib g'azab bilan o'kiradi. O'sha payt g'ayrioddiy musiqalar yangray boshlaydi. Ularning manbai esa maxluqning qornidan chiqmoqda. Maxluq og'riq ichida qichqiradi, yiqiladi va axlat orqasiga yashirinadi. O'z ichidagi mashinani chiqarmoqchi bo'ladi, ammo eplolmaydi. Hyo Jie esa qochishga urinadi, lekin qochish yo'lini topa olmaydi. U axlat orqasidan bir radio topadi, lekin u ham ishlamaydi. Maxluqning qiynalganini ko'rib, Hyo Jie unga yordam berishga qaror qiladi. Uning og'zidan simlar chiqib turganligini ko'rib, ularni torta boshlaydi. Nihoyat mashinani chiqarib yuboradi. Maxluq darhol o'zini yaxshi his qila boshlaydi va minnatdorchilik bildirib Hyo Jieni quchoqlaydi. So'ng tinchgina dam olish uchun yana axlat ustiga yotadi. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 gacha daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 gacha daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Lao Jia oilaga Hyo Jieni qutqarishdan umid uzishini aytadi. Ammo Jian Hai, sen meni ishdan bo'shatgan zavodni sudlab hayotimni barbod qilgansan. Endi esa o'sha qarzimni to'lash vaqti keldi deb aytadi. Keyin ularni o'zining laboratoriyasiga olib boradi. U yerda Lao Jia tadqiqot qilgan vahimali haykallar, turli jonzotlarning nusxalari turardi. Uningcha, Hyo Jienini faqat kuchli tinchlantiruvchi vosita yordamida qutqarish mumkin. Bu dorilar hatto fillardan ham kuchli jonzotlarni uxlatadi. Shuningdek, Lao Jia o'zining maxsus kimyoviy moddasi borligini aytadi. Bu maxluqni o'ldiradi, lekin faqat mutlaqo yovuz bo'lsa foydalanish mumkin. Hyo Jie maxluqning faqat axlat yeyotganini ko'radi va undan yaxshi oziq-ovqat topishga harakat qiladi. Ammo atrofda biror narsa yo'q edi. Shunda u tushunadiki, bu jonzot axlatni tanlamaydi, balki boshqa hech narsa yo'qligi uchun uni yeydi. Maxluq ovqat yeyotganda kulishni ko'rgan Hyo Jie unga axlat uloqtirib o'yin qilishni boshlaydi. Bu ularning yangi o'yini bo'ladi. Hyo Jie maxluq yovuz emasligini tushunib, u bilan o'ynay boshlaydi.
U o'zini super qahramon deb tasavvur qiladi va yovuz dushmanni quvib tushiradi. Maxluq esa uni chin dildan qo'llab-quvvatlab yiqilib tushadi. O'yin ichida chin do'stlik paydo bo'ladi. Hyoji bir kuni maxluq qornida uxlab yotganida g'alati tovushdan uyg'onadi. U buni tekshirgani ketadi, ammo birdan notanish kishi tomonidan qo'lga olinadi. Bu qurilishda ishlagan ishchilardan biri edi. U maxluqni o'ldirib, bolaning hayotini saqlab qolmoqchi edi. Hyoji unga maxluq odam yemaydi deb tushuntirmoqchi bo'ladi, ammo ishchi uni aqlidan ozgan deb o'ylaydi. U hamma hamkasblarini o'ldirganini aytadi. Keyin maxluqqa yaqinlashishga urinadi. Qo'llardan ehtiyot bo'lib o'rmalaydi. Biroq maxluq bu xavfni sezadi va uyg'onib uni quvlay boshlaydi. Ishchi qo'rqib Hyojini qo'lda ko'targancha yuguradi, ammo vahimada uni tasodifan iflos suvga tushirib yuboradi. U qochishda davom etadi. Hyoji esa cho'kayotgan edi. Shu payt orqadan ulkan o'rgimchak paydo bo'ladi. Maxluq buni ko'rib g'azab bilan o'kiradi. O'rgimchak qochadi. Ishchi hushini yo'qotadi. Maxluq esa qo'li bilan Hyojini suvdan olib chiqib, yana hayotga qaytaradi. Maxluq Hyojini yerga ehtiyotkorlik bilan qo'yadi va uni uyg'otishga harakat qiladi, lekin bola harakatsiz edi. Shu zahoti g'ayritabiiy jonzot yig'lay boshlaydi. Bu uning chin dildan qayg'urayotganini ko'rsatadi. Laojiya va bolaning ota-onasi maxluqni izlash uchun yo'lga otlanishmoqda. Linna mashinadan g'alati dori flakonini va Hechinning to'y uzugi bilan birga yashirgan qog'ozini topib oladi. Qog'ozda yozilishicha, Hechi surunkali kasallik bilan kurashmoqda. Lina birdan yig'lab yuboradi. Hechi mashinaga qaytganida Lina undan nima uchun bu sirni yashirganini so'raydi. Hatto bu kasallik ularning ajrashishiga sabab bo'lganmi deb o'ylaydi. Hechi esa buni inkor etadi. U hozir faqat o'g'li bilan vaqt o'tkazishni xohlashini aytadi. Jiang Hai ketdik, vaqt yo'q deb suhbatni beliga tepadi. Lekin ular kutilmagan holatga duch kelishadi. Qidong boshchiligida bir guruh ishchilar g'orni portlatishmoqchi. Ular maxluqni yo'q qilish uchun zaharli gaz ishlatishmoqchi. Hechi buni to'xtatishni iltimos qiladi va o'g'li hali tirik ekanligini aytadi. Bu gaz uni ham o'ldiradi. Qidong esa bu xavfli mavjudotni endi yashashga yo'l qo'yib bo'lmasligini aytadi. Janjal avj oladi. Bu orada Jiang Hai ishchilarning gaz moslamasini buzadi. Oilaning a'zolari erkaklar orasidan o'tib nihoyat g'orga kirib ketadi. Ahley o'zining qurilmasi orqali signalni kuzatib boradi. Hech yerda o'g'lining kalitcha brelokini topadi. Bu ularga umid beradi. Oxiri ular axlat uyumlari orasida maxluqni topishadi va uning yonida yotgan bolakay edi. Hammaning yuragi eziladi. Ular uni o'lik deb o'ylashadi. Ota-onasi darrov yugurmoqchi bo'ladi, lekin Jiang Hai ularni to'xtatadi va bu maxluq bilan to'qnash kela olmaysizlar deb aytadi. Maxluq ularni eshitadi, ammo hozircha e'tibor bermaydi. Laojiya maxluqqa tinchlantiruvchi dorini otadi, lekin u qo'li bilan ignani ostongina qaytaradi. Endi u g'azab o'tiga minadi. Yuziga niqobni qayta taqadi. Hechi yana otadi. Linna esa halokatli birikmani to'g'ridan to'g'ri otib yuboradi. Boshda maxluqqa hech narsa ta'sir qilmaydi. U Hyojini xavfsiz joyga olib boradi va odamlar tomon yuradi. Ammo o'sha payt dori nihoyat ta'sir qila boshlaydi va jonzot hushini yo'qotib yiqiladi. Bolaning ota-onasi darhol qiyin yo'ldan chiqib, bolani ko'rib yuragini tinglashadi. U tirik edi. Laojiya maxluq qo'lidan qon namunasini oladi. Ahley esa bu jarayonni hujjatlashtiradi. Kutilmaganda maxluq yana uyg'onadi. Bu safar u juda g'azabda. U Hyojini olib ketmoqchi bo'ladi, ammo bir ishchi kamondan uning qo'liga o'q otadi. Ishchilar uni qurshab olib hujum qilishadi. Maxluq bir necha kishini yiqitadi, lekin odamlar taslim bo'lmaydi. Ular uni ilgaklar bilan ushlashga harakat qilishadi. Biri alangali qurol bilan uning tanasini yo'qadi. Biroq maxluq o'sha odamni yiqitadi. Ayni vaqtda ba'zi ishchilar Lao Janning sumkasini taqib, ichidagi zaharni olib chiqib ketishadi. Qidong zaharni olib uni maxluqning yuziga otadi. Maxluq azobda qichqiradi, lekin u o'lmaydi. Yana bir kishi dinamitni yoqishga tayyorlanadi, lekin Jiang Hai uni to'xtatadi. Qidong esa yana katta bir kamon o'qini maxluqning ko'kragiga sanchadi. Bu uning o'limini tezlashtiradi.
Shu payt Hyoje uyg'onadi. U atrofdagilarni ko'radi. Ular maxluq ustida zaharlar otmoqda. U yig'lab, "To'xtang" deb baqiradi. U yomon emas deb aytadi. Bu hayqiriq maxluqqa kuch bag'ishlaydi. U Hao Jenni himoya qilish uchun yana kuch topadi. U odamlarni axlab uyumlariga o'tadi. Ammo halokatli moment keldi. Dinamit tayyorlanadi va otiladi. Kichik portlash ro'y beradi. Bu portlash butun g'or tebranishiga sabab bo'ladi va Hyoje yiqilib ketadi. Yaralangan maxluq qo'lini cho'zib bolani ushlab qoladi. Bu esa oilani hayratda qoldiradi. Afsuski, Hyoje ustiga katta axlat uyumi qulab tushmoqchi bo'ladi. Shunda maxluq oldinga o'tilib, uni himoya qilish uchun qalqon bo'lib turadi. Allaqachon hujumlardan ancha zaiflashgan maxluqning yaralari axlatni bosimi bilan yanada og'irlashadi. Hyoje ota-onasidan do'stini qutqarishni iltimos qilar ekan, ishchilar maxluqni yana qurshab olib, unga yana hujum qilishadi. Ular Hyojening yig'lashlariga e'tibor berishmaydi va hayvonning qorinini teshib tashlashadi. Maxluq so'nggi bor bolaning yoniga yetmoqchi bo'ladi, biroq aynan o'sha payt Qidong kuchli zarba bilan uni nihoyat o'ldiradi. So'ng Qidong nayzani tortib oladi va hayvon qorinida faqat axlatni ko'radi. Uni qorinida odamlar yo'q edi. Birdan yashiringan bir guruh omon qolganlar chiqib kelishadi va odamlarni gigant o'rgimchaklar o'ldirganini tushuntirishadi. Katta maxluq esa ularni himoya qilib yurgan. U necha bor hujum qilgan bo'lsam, faqat o'zini himoya qilish uchun shunday qilgan. Ishchilar qurollarni tashlab yuborishadi. Qidong esa maxluq jasadiga qarab, aslida o'zi yovuz maxluqqa aylanganini tushunadi. Oradan vaqt o'tib, Hi Chining uyi yaxshilanadi. Bu voqeani intervyular orqali aytib, pul topa boshlagan. U doim jurnalistlarga maxluq uni o'g'lini himoya qilganini aytadi. Ammo hech kim ishonmaydi. Chunki odamlarning aytishicha, maxluqlar yovuz bo'ladi. Hichi esa insoniyatning tabiatga yetkazayotgan zararini eslatadi va haqiqiy yovuz kim ekanini o'ylaydi. Lina esa yangi yigitidan voz kechadi va Hichidan qaytadan turmush qurishni so'raydi. Hichi mamnunlik bilan rozi bo'ladi va dori-darmonlarni tashlab yuboradi. So'ng Lina bilan quchoqlashadi va tamom. Bizda esa hozircha shular. Kino yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aytgancha filmdan chiqargan xulosangizni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.